Assalamu alaykum, hörmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğrulary degan kitabını oquşni davamlaştıramiz. Bugünkü tema kirsopun. Kirsopun. Dünyada texi tili chiqmagan balaning ağrıqını aniqlashdan ağır narsa bolmasa kerak. Ular ya beshim, ya qo'rsqim, yoki putim og'riyotidi deb aytolmay yig'lig'ini. Şoňa bugünkü yosh onalar ba'zida hatto cho'nglarmı balasi yig'lab qolgudek bolsa, vaqtning atigan yoki kashligiga qaramay yeshi ulg'ayib qolgan qo'shni momaylarninkiga yugurdi. Undaq yosh qo'shni onalar talay bizningmi tatliq uyqumizni buzib, issiq o'rnimizdan turg'izgan. Biroq hech qachon hech kimga xafa bo'lganimiz yo'q. Dunyoda savobliq ish qilganga nima yetsin? Bizmi bir chaqlarda xuddi shundoq cho'nglardan madad so'ragan, g'amxo'rligiga tayangan. O'tni olam degan shu. Momam rahmeti ananing qo'lidan balani olatdi va oldi bilan uning qo'rsqini siypab, mijib tutib ko'ratdi. Balaning qo'rsqining ko'pmiganligini aniqlagandan keyin balaning har ikki quliqining tuvini barmoqi bilan navbat asta basatdi. Mubada balaning quliqi og'riyotgan bo'lsa, barmoq bilan bosganda og'riq pasayib, narisida xo'shyiqayotgandek qilib quliqini momamning quliga ishtiratdi. Shunda balaning onasiga: "Balangizning quliqi og'rib etibdi. Uyingizga berib, balaning quliqiga sutingizni seg'ing" deydi. Yoki balaning qo'rsqi ko'pib, bearam qilayotgan bo'lsa, momam tugishlaridan igir tepib, kichikkina sundirib chaynaydi va balaning eg'iz burnini, quliqini hordaydi. Aradan uzoq o'tmayla balaning ichidan yelmingib, aram tepib qolatdi. Momam rahmetining og'riq aniqlashdiki bu oddiy usuli ta mushu kungacha yodimda. Tola yosh onalarning beparvarligi tufayli ba'zi narisidalar kecha-kunduz aram topolmay yig'lab chiqadi desam xatolashgan bo'lmasman. Birdam yerimdam yig'isi to'xtab, ko'zi uyquga ilinadi-da, yana yig'lab to'lg'inadi. Ba'zi onalar dardga paylamay balasini ko'tarib doktorxonaga yugurdi. Ba'zilari qo'shna momay, bovaylarning bo'sug'isiga yetib boradi. Doktor balani ko'rib tekshirgandan keyin "Balangiz sapsaq, hech yerda chatoq yo'q, xotirjam bo'ling" deb yo'lga soladi. Undaqda bala yana nemishqa yig'laydi? Nemishqa to'lg'inadi? Tajribalik momay bovaylar mundaq balaning og'riqini osonla aniqlaydi. Ular balaning to'lg'inib yig'lishiga, chiroyining qaradab ketishiga qarabla "Bu bala chuchuk bo'lib qopti" deydi. Ba'zi onalar mundaq ahvolda cho'nglardan ko'rganini eslaydi-da, palkush yasab kirsopunni ezidi va balani chuchuk deb qo'ydi. Bu ba'zi g'am yemaslarning xiyoliga kirib chiqmaydi. Agar balani chuchuk degan palkushga qarasangiz, ushshaq qurutlarning midirlab yurganini ko'rsiz. Biroq kirsopunni ezib palkushda chuchukdash bilan balaning ichidagi qurutlarni tugitish mumkin emas. Men Shifoliq 110 giyoh nomli kitobimning samsoq to'g'risidagi bobida bu haqda yozgan edim. Shundaq bo'lsa-mu, bu yerda yana bir qitim takrorlab qo'ysam ortiqcha ketmas. Balki balalarning sog'lig'ini saqlash ko'nirmaydigan ish. Keyingi yillari men chuchukni kesish maqsadida 2 samsoqni elib, yuyib, tozalab, ushshaq chanadim. Ondan kichik shishidagi vazelinning bir qismini elib etib, yumshoq so'qilgan samsoqni silib aralashtirdim. Shishidagi samsoq aralashtirilgan vazelin xeyli yillargacha buzilmaydi. Mana mushu aralashmani balaning purkining cho'rsiga maylab, uda bir necha kun davomlashtirsangiz, chuchuk kesiladi va balamu aram tepib qoladi. Mundaq qilmasangiz, qurut balangizni 10 yoshga kirgandimi baribir bearam qiladi.
balaning pürkünü köydürüp ötemdikin dep endiş qilmang. Bugünkü anlatışımız muşu yergiç bolsun. Keyinki qıtımlıq anlatışımızda görüşeyli. Salamet bolun.